yosh bolalarda hozir qarang, bular Amerika, Angliya bilan internetdan o'tirib bemalol ingliz tilidagi mana jadidlar istagan narsasi. Endi buning ichida o'zimizda g'o'jala narsalarimiz ham bor. O'sha sovetdan qolgan, hali u nimadan otam zamondan qolgan poraxo'rlik, yalaqalik, birov-birovga laganbardorlik, to'y hasham deb to'ylar haqida yozgan kitobini, maqolalarini o'sha jadidlarning to'ylar haqida, bizlarning kamchiliklarimiz haqida yozgan, agar yilni aytmasa, o'shani bilmasa bir xil. Shuhratga Hozirgi vaziyat xuddi shunday. Bor topgan tutgan to'yga berib, gastrobayter bo'lib ishlab kelib, mana yerda hammaga yedirib, to'g'ri, ihson yaxshi narsa, lekin ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Nurbek 2017-yilda adashmasam to'y hashamlarni qisqartirish bo'yicha qaror chiqqanda. Qaror chiqdi. 1917-yilda Munavvar qori Abdurashid xon chiqargan ekan. Hattoki bu yerda yozilgan. 100 yil. Ha, qarang, hattoki uning yozuvlarida bor. O'ruslarda xizmatkori bo'lib uyda ishlab yurgan odamlar bolalarni o'qishga, ilmga emas, o'ziday xizmatkor qilishga tayyorlaydi. Hozir shuning uchun til o'rgatadi. Ha, hozir shuning uchun til o'rgatadi. Hozir qarang, hozir ham shunday narsalar bor. Lekin bizning yoshlarimizga internet keldi. Ularning shansi bor bu narsada. Ular Alloh taolaning bir sevgan qullari ekan deyman. Internet bor. Hozir do'sti bilan istagan joy bilan gaplasha oladi. Men o'zimning o'g'lim 4 ta universitetga imtihon topib kirdi. Ada qaysisiga boray deydi. Ba'zilar bor 12 ta universitetga kirgan bolalar bor. Tanla. Bizda yo'q edi o'sha narsa. Endi mana shunday zamon keldiki, qo'lingdan nima keladi vataning uchun, millating uchun? Qo'lingdan nima keladi mana shu xalq uchun? Qil. Bizning qo'limizdan mana shu keladi. Chunki o'qiganmiz shunga, o'rgatilganmiz shunga. Lekin yo'l bermasa, endi qaytamiz. Endi yo'l bermadi deb yig'lab o'tirmaymiz-ku. Tortib olamiz, prezidentgacha yetkazamiz. Chunki bizda uzr, endi avtoritar davlat deb ko'psi qaraydi. Chunki prezident buni qaror chiqarmasa, bu jadidlar qolib ketardi. O'sha eski shoir, yozuvchi bo'lib. Hozir prezident aytdi deb hamma buni e'tibor beryapti. Bizlarda ham gapimizni o'sha Shavkat Mirziyoyev eshitadi degan umiddaman. Bularda hammasini o'sha korrupsiya, keyin kinematografiyadagi kamchiliklar haqida hamma biladi, aytib yotdi. Endi bunday narsalarga men aralashib, menga ham chiqdi. Shuhrat aka sizga ham bermabdi-ku, keling prokuraturaga, haligi nimaga, davlat xavfsizligiga birgalikda yozib beraylik. Bu qo'lida 2 ta kamerasi yo'q odamga palon milliardlik kinolarni berib yotdi. Men shu obyektivga qarab aytmoqchiman. Men unday ishlar bilan shug'ullanmayman. Men unday ishni qilmayman. Men o'zim necha marta shundan azob ko'rganman, ustida yozib bergan. Aybi bo'lsa qamaladi, uni davlat biladi, uni kimning nima ekanini. Lekin birovni ustidan yozib, birov bunday qildi, unday qildi deb haligi nima haqqim nima bo'lsa